puntini, Starline A91 puntini, pagerni ishlatishlarida puntni qanday ochilib yopilishini mana aytib o'tamiz qo'ldan kelgancha. Mana birinchi knopka yopasizlar, sentezam yopiladi. Yopildi. Bunda ochiladi. Ikkinchi ochiladi. Ochilishi yopilish. Mana shunda ishlayveradi har doimgidek. Endi mashinani zavod qilish mana. Birinchi knopkani bosib turasizlar, tit deguncha mana. Qulflash knopkasini. Bunday bosib bitta buni knopkani bosib qo'ysizlar, mashina zavod oladi. Yuradi mana. Yurdi mana, zavod oldi. Yurdi, punktga ham informatsiya beradi hozir mana. O berdi. Mana ko'ringan turgan bo'lsa berdi informatsiya. Berib turayman. Mana endi o'chirishda mana ochish knopkasini bosib turasizlar mana. Bosib turib, mana bosib turasizlar. Chit deydi. Bir marta, ikki marta bosasizlar, mashina o'chish kerak mana. O'chdi mashina mana. O'chdi mashina. Endi yurgizishda mana. Qulflash knopkasini bosib turasizlar, tit deydi. Keyin knopkani bitta bosasizlar, mashina zavod oladi mana. Mana boshlandi yurgizish, mana ketdi. Yurdi mana, bo'ldi. Shuna ishlaydi. O'chirishda mana qulflash tugmasini bosib turib, mana bitta bosinglar mashina zavod oldi. Endi o'chirishda mana ochish knopkasini bosib turasizlarda. Mana ikki marta bosasizlar, mashina o'chadi. Mana o'chdi mashina. Endi mana knopkani, mana shu o'zini knopkani ikki marta bosinglar. Bosib turib bitta bosinglar signal chaladi mashina. Choldi. Mana yana bir marta ko'rsatamiz. Mana mashina bosib turasa titni aytadi. Mana bitta bosinglar signal chaladi. Mana qulflashni bosib turib titni aytadi o'zi. Titni aytganda mana bitta bosib qo'ysizlar, mashina zavod oladi. Yana qayta aytyapman mana. Mana yurdi. Endi yurdi deb informatsiya keldi. Kelib bo'lgandan keyin endi mana o'chiramiz mana. O'chirish knopkasi mana. O'chirish knopkasi mana ochish knopkasi bosib turamizda, mana bosib turib mana ikki marta bosamiz. Mashina o'chdi mana. Keyin sentezamni ochamiz, mana ochdi. Yopdi. Endi orqa kapot ochishni ko'rsatamiz. Orqa kapot ochishda mana knopkani bosib turamiz, tillaydi mana, deydi. Keyin bunday qilsanglar, qulflash knopkasini ochsanglar, orqa kapot ochadi. Orqa kapot och deb belgi ham berib turadi. Berdi. Endi orqa kapotni bekitib qo'yingda. Bo'ldi. Mana orqa kapot mana hozir mashinani qilib qo'yapman. Ochyapman. Endi orqa kapotni ochish knopkasida mana bunda ochasizlar mana. Mana bosib turasizlar, titni aytadi. Bitta bossanglar, orqa kapot ochadi. O'zi bunda ochildi deb buyruq beradi. O'zi ochildi kapot. Ochdi, ko'rinyapti turgan bo'lsa. Gentra avtomobil edi mana. Mana shunda pager mashina ishlaydi mana. Tushunmaganlar bo'lsa, o'rgan bo'lsa osonroq deyman mana. Yurgizish qulflash knopkani bosib turib, mana bir marta bosib yuradi. O'chirishda mana ochish knopkani bosib turib, mana ikki marta bossanglar o'chadi. Mana uni bosib turib, bir marta bossanglar signal chaladi, AUX bir chiqadi. Buni bosib turib, qulflash knopkani bitta bossanglar kapot ochadi, orqa kapotni. Mana yana bitta ko'rsatib beraman mana. Mana ochdan orqa kapotni bo'ldi. Shu bilan punt ulanish, pager ishlashini tugaydi. Starline'da ko'rib olinglar qanday ishlashini. Shunday ulaverasizlar. Mashina hammasi ishlayveradi. Xudo xolasa biz aytganimizdek mana bo'ldi. Xudo xolasa bo'ldi. Shunday ulanadi.